Afrika quruqligining shimoliy qismi Qayra shahrining keng qumligida g'oyat zo'r bir to'p piramida shaklidagi imorat qad ko'tarib turdi. Mana bu dunyodagi 7 cho'ng mo'jizaning biri Misr al-Ikromi. Rivoyat qilinishicha, bu qadimgi Firavn podshoning qabri ekan. Uning ko'rinishi haybatlik, tarixiy o'zgarishlarga to'lgan bo'lib, hozirgacha 4-5 ming yillik tarixga ega. U qadimgi Misr madaniyatining yuksak simvoli, insonlarning yiroq tarixining shohidi. Halbuki, olimlar ta hozirgacha uning sirini butunlay yechib bo'lolmadi. Undaqda al-Ikromga yoshirilgan zodi qanday sirlar bor? Bugungi kunlikda biz al-Ikromni ko'rgili bormoqchi bo'lsak, Qohira jisadagi 3 cho'ng al-Ikromni ko'ramiz. Uning ichidagi eng cho'ngi Xufu al-Ikrom bo'lib, uning asli egizligi 146.5 metr keldi. U necha ming yildan buyon odam kuchida selingan eng egiz qurilish bo'lib kelgan. Bu rekord 3871 yil bo'lib, Angliyadagi Lincoln zalining qurilishi bu rekordni buzib tashlagan. Lekin u Misrdagi al-Ikromning bir burjiki. Olimlar qadimgi Misr rayonida taxminan 140 al-Ikromni bayqagan. Texim g'alati yeri shuki, al-Ikromning qurilish usulida hech qanday yozma xotirlanmagan. Shunga bu qurilishni dadillik bilan faraz qilib yasalgan deyishga bo'ladi. Al-Ikromning qurilish materialini har xil uskunlarni ishlatish orqali yoki suv transporti orqali yetkazib kelingan degan javob kishini bakra qoyil qildi. Amaliyotda milodidan ilgari 450-yil yashab o'tgan qadimgi Yunon tarixshunosi Herodot bunday deb qaragan. Firavn bir qator asboblarni ishlatish orqali necha 10 minglagan qullarni ishlatib, zo'r ko'lamdagi Qur'on tashlarini yetkazib kelgan. Hamda Qur'on tashlarini tovandan egizga tizish orqali al-Ikromni yasab chiqqan. Yana ba'zilar bunday deb qaraydi. Qadimki Misrliklar suv transporti usulidan foydalanib al-Ikromni yasab chiqqan. 1980-yili Misr madaniyat yodgorliklarini qo'g'dash komitetidagilar nusxa olganda oz degandimi 50 metr cho'nqurlikdagi bir o'nkirni bayqagan. Bu qadimki Misr podshohi qazgan port bo'lishi mumkin. Shunga ba'zilar suv transporti orqali Qur'on tashlarini yetkazib kelgan bo'lishi mumkin deb qaraydi. Hozirgi zamon olimlarining hisoblashiga asoslanganda Xufu al-Ikromi 2.600.000 parcha Qur'on tashini tarkib topgan. Hamda har bir tosh parchasining eg'irligi 10 tonna kelgan. Munar gavdasidagi toshlar orasida hech qanday yepishqoq moddami yo'q. U oz deganimi 4-5 ming yillik bo'ron chaqdi. Yomg'ir yeshindan boshdan kechirgan bo'lsa-mu, uning yo'lchiklari hozircha nihoyatda zich bo'lib, hatto o'tkir pichoqni qistirish tez. Mana bu kamolatga yetgan texnika 4-5 ming yil ilgari qadimiy Misrdagi hunarvanlar va qullarning qo'lidan chiqqan. Haqiqatan odamning ishiga yuz kelmaydi. Ba'zi dokladlarga asoslanganda bu 2.600.000 dan Qur'on tashini qiyizib, bu qurilishni tutirish uchun taxminan 700 yil ketadigan. Zamonaviy madaniyat texnikasi bilan o'lchaganda g'oyat zo'r odam kuchi va moddiy kuch sarf qilingan. Al-Ikromni yasash qiyosida yana nurg'unlagan tushunish qiyin bo'lgan joylar bo'lg'achqa, insonlarning olat tadqiqoti borgansa qiyinlashmoqda. Shunga yana ba'zilar uni yer sharining sirtidagi madaniyat bilan bog'lab, bu balkim tashqi planet odamni qoldirib ketgan xarobiylik bo'lishi mumkin deb qaraydi. Ammo bugungi qadar Al-Ikromning qurilishi haqida kishini qoyil qilgudek hech qanday javob yo'q. 1922-yili angliyalik arxeolog Howard Carter Tutankamon qabrisida bir qancha o'lma siziqni bayqadi. Uningdagi mazmun kim Firavnning xotirjam uxlashiga buzg'unchilik qilsa, Azroil qonutini ichib uning atrofida paydo bo'ldi. Buning chilliq to'g'risida har qaysi olimlar o'z fikrida ching turgan. Ba'zilar buni qabr egisi qabr sanduqining buzg'unchilikqa uchrashining oldini olish uchun qo'llangan vosita. Hech qanday mohiyat roli yo'q deb qaraydi. Yana ba'zilar haqiqatan Firavn bilan munosabatli deb qaragan. 4000 yildan ortiq vaqt o'tib ketdi. Bo'ron chopqin, yer tavrash, qum bo'ron, qahrdan so'g'aq, to'miz issiqni chiritish buzg'unchiliklarni boshdan kechirgandan keyin u yanada haybat qad ko'tarib turdi. Bu aslida bir cho'ng mo'jiza. Dunyodagi 7 cho'ng mo'jizaning hech qaysisini al-Ikromga o'xshatib bo'lmaydi. Kishini texnik hayron qoldirdigani piramida qurilish logikasi, geometriya logikasining mukammalligi yiqilishi haqiqatan to'g'ri kelib qolganmi? Qadimki Misrda haqiqatan shunday yuqori farosatli odamlar bormi? Balkim buning ichidagi sir qum ostiga mangu ko'milib ketgan bo'lishi mumkin.